Assalomu alaykum hurmatli Chorva Info kanali obunachilari, hurmatli sigir ishqibozlari, yutib ishqibozlari, akik ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyati Marhamat tuman mol bozorimizda, Marhamat mol bozorimizdagi bo'g'oz sigirlarni arzon qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Bo'lsamiz boshladik mana. Mata savdo qilyapti. Tog'a nech pul berdingiz? Assalomu alaykum. 15 million so'radida shuni. Nech pul berdingiz tog'a bunga? Boshini ko'ring, uni aka orqalarga. Bo'ladigan so'rang, men qo'ydim. Yana aka yomon so'radimmi? 17 tepada aka. 17,5 million so'm so'ralyapti. Kelar mashina molimizga mana. 8 oylik oshiroq ekan mana. Savdosi yomon qizyapti lekin. Kelar mol hozirning chiroyli narsaga. Chetda bog'li yana bitta shvetimiz bor ekan. Tog'a bo'g'ozmi bu? Nech pul qilishdi buni? Keldik. Aka kelar marta bitta bo'g'ozni savdosi ham. Aka necha oylagan bu? Nech pul beryapsiz? 23,5 million so'mga berilmayapti. Aka kelar hozir mashina olamiz bor. Shvet bor. Pastki kunligi qolibdi aka ukalar mana 23,5 million so'mga berilmayapti. Marhamat bozorimizda mana. Chiroyli shvetcha molimiz ekan. Kunligi qoldi. Aka navbatdagi molimiz kunligi qolgan ekan. Marhamat bozorida kichkina 18 million 5 ming so'mga berilmayapti. Mol chiroyli narsa ekan, usul narsa ekan mana. Juda tuqqancha yil yag'bali. Bola ham bo'lganligi mana. 18 million 500 ming so'mga berilmayapti. Chorva Info. Ha, mashmol. Kelamadi navbatdagi molimiz. Qosh tog'a necha oylik ekan bu? Assalomu alaykum. Necha pul bermadingiz? Shubhani qarab bermenga. Bu necha oylik? Birin ketdi. Ha, bo'ldi, birin ketdi. Kelamadi. 40 million so'mga berilmayapti mashina cho'g'ma. Yana bolam bu bola chiroyli narsa ekan. Kelamadi. Yelni sopqoq. Nechtadan tuqqan bu tog'a? Ha? Nechtadan tuqqan? Oy, o'rta yosh. Bitta tishi bosgan. Mol tishi bosgan ekan. Bilaman, uje 6 kilo avvalda tishi bor ekan mana. Mollar holda yomon keyin narsa ekanligi. Balkim 20 million 500 ming so'mdan tuqqan. Aka nechta pul bermadinglar buni? 16,5 million so'mga berilmayapti ekan. Kelamadi 8,5 oylik ekan. Mashina molimiz. Juda tuqqan ekan. Kelamadi. Mol o'sha yelni olish boshlab qoldilar. Mol chiroyli narsa ekanligi. Kelar navbatda mol. Nech pul boqadingiz bunga? 23 kam bor ekan. Kelar mashina molimiz hali baho qilishmadi. Necha oylik? 9 oylik birinchisiga ekan. Mol omar chiroyli, puliga arziydigan narsa ekan. Yana chulliga qolgan bo'g'oz 20 million so'mga berilmayapti ekan. Nechasini tug'ali? 4-sini bor ekan. Mol chiroyli. Uje alqovda keyin narsa ekan mana. Qosh tog'a necha oylik ekanmi? Assalomu alaykum. Kama 4 oylik, bu 4 oylik. Nech pulga bermadingiz? So'raylik. Nech pul qilishdi bozor? 20 deb so'raylik. Davlat tepasi qilishdi mashina molimizga. Andijon marhamat bozori. Aytko'rayli, naq bo'g'ozlar. Qanday to'laysiz? Bo'ldi. Aka necha oylik ekanmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlardan emasmi? Aka-ukalar navbatdagi mollarimiz mana bitta qaloda mollarimiz chiqdi. 8 oylikdan bo'g'oz birinchisini tug'adigan mana. Shu narsalar orqaga keyin chiroyli narsalar chiqdi. Bermek bormi? Mana. Mollar chiroyli, semiz, e'tibor kuchli narsalardan ekan. Maslardagi anaqasi yo'q bizga bo'ladi. Mol turishini qaranglar. Havasga mol ekan mana. Mol haqiqatda havasga narsa ekanligi. Aka-ukalar birinchisi tug'ar ekan bular. Birinchisini tug'ar ekan. Ukalar bular ikkovi ham ko'cha narsalar ekan. Hop 34 million so'mdan berilmayapti mana.
Mashmonlarimizni savdo qilish mana ko'rish qaytarib chiqarganlarimiz. Kuchli narsalar chiqib qoladi bola. Uni nechta bermadingiz? Bolangiz novoz uradi. Bunaqa. Nechta bermadingiz? Ben so'rashgan yo'q. Bo'ldi. Nechta pul boqaytdingiz? 29 million so'm qilinyapti ukalar molimizga. Bolasi narsa. Bunisigachi? Assalomu alaykum. Bu nechta bo'lishyapti? 27,5 million so'm qiladi. Usti nechta buni? 15 ta. Bunichi? Buni mana akilat usti bor ekan ukalar mana. Shimolimizni. Buni 15 usti bor ekan. Nomer aytib berasizmi? 91lik 610 76 17. 610 76 17 aloqa chiqarasizlar. Ukalar mashmollarimizga. Yo'q, bolasi 2 qo'najina. Ikki ham ikkinchi bolasi katta kichkina eshiklar bor degan mollar bor. Mollarimiz. O'g'lonechimiz narigini. Nechta bermadingiz? 27 tani so'rashdi. Keyin bolasi bor. 15 usti bor ekan mana. Mashmolimizni. Qoldi keyinchi olaylarsiz. Mashmol, imomol, narimol uchovi bitta nomer aloqa chiqarasizlar. Ukalar qasrga qiziqqan bo'lsanglar, mollar soni cheklanmagan mana. Akalar navbatda. Aka nechta bermadingiz buni? Assalomu alaykum. Birinchi bolasini nechta bermadingiz? Novoz murojaat bolasi. 21 million 500 ming so'mga berilmayapti. Ukalar mashmolimiz. Birinchi bolasi. Aka nechta bermadingiz buni? Assalomu alaykum. 27. Bolasi novosmi? Bolasi noshdan ekan. Ukalar 27 million so'mga berilmayapti. Mashmolimiz. Yuvoshlar juda yuvosh ekan. Alloh qurol qo'ygan. Necha litr suti bor tog'a uni? 8 litr suti bor ekan. Mana. Ol esli chiroyli narsa ekan. Jimlari yaxshi ekan. Yana navbat ham olamiz. Beraman, berasiz. Nechta beryapsiz tog'a? 15 million. Savdo bo'lyapti. Bolasi bunachilar. Birinchi sinfdan kichkina bo'lsalar. Aka nechta pul bermadingiz? Assalomu alaykum. Nechta pul bermadingizmi? 20 millionga bermadingiz. Bular mana shu olamiz. Bolasi ulardan ekan-a? Bola ulardan mana onasi. Suti nechta? 7 litr suti bor ekan. Bular 20 million so'mga berilmayapti ekan mana. Mana shu olamiz. Chorva info. Oldinglarmi tog'a buni? Sotamiz. Bugun navbatdagi shved boramiz. Tog'a nechta pul bermaysiz buni? Assalomu alaykum. Nechta pul boqaytdingiz? 38. Novoz ulazim bolasi. Bolasi ulazim ekan. 8 million boqaytimiz mana mashmonimiz. Birinchi bolasi jon qoldi. Keyin chiroyli narsa. Suti nechta berdi osh tog'a? 10 litr. 10 litrga berilar ekan. Nomer aytib birinchi bolasi. Sotamiz. Sotib bitar ekan. Nechta pul bermadingiz buni? Chachanasiz? 22. Bola unachi? Bolasi 22 million. Suti nechta buni? Suti 8 litr suti bor ekan. Birinchi bolasi ekilgan. Mana shu molimiz. Berilgan qimmat bo'lganimiz. Chiroylilar ekan. Ichimlar. Aka nechta pul bermadinglar buni? Assalomu alaykum. Savdosi bo'lyapti. Nechta pul? Menga emas. Akbordan kirib boraman pul bilan. Olaram bular. Juda chiroyli. Hozirga nech pul oldi? Oxir nech pul to'xtayapti? Ziyod nechta pul berdingiz? 250 so'm ekan 21. 21 million so'm.
so'm, 350 so'm ekan ekan. Kelamat molasi. Bola bu narsadan ekan. Marhamat mol bozorimizda mana. Üstüne İstanbul'a üçüncü bolası gelen bulusu 12 litre üstü bor ekan molimiz var. Yana bu solarni damlanmagan ekan. Ayugun navbatli mol. Nechga berasizmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshqa bola ulasidan yana 22 ming so'm berilyapti ekan birinchi bolasiga. Suti-chi suti. 6 litre üstü birinchi o'shiga yaxshi bola beradi lekin bola ham chiqadi. Bolasi ham onasiga yetdi mana. 800 kela mana. Savdo bo'lyapti. Boshlig'i nechga berdingiz? Buncha somsan bo'lmaydi. Lekin menga ayting. Bola bormanchaga deb qo'ying. 28. Yana bolaga. Bo'ldi. Yana bolaga. Zotir aka, mana bu. Nechinchi bolasi bor aka? Ha? Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Ketdi bog'dan qora doyi chiqibdi mana. Hojaga nechta berasizmi? Assalomu alaykum. 22 bola qurasidan yana. Bolasi qurasi 22 million so'mga berilmayapti. Birinchisimi bolasi, ikkinchisimi? Ikkinchi bolasi. Mana bola. Orqaga kengchiroqli baland narsa. Bitta yana bittasi. Aka nechga bermadingiz? Assalomu alaykum. Nechga berasiz? Ha? 21 million so'mga berilmadi. Akalar mana shu molimiz. Marhamat bol bozorimizda bola qurashlangan. Akalar navbatdagi molimiz sozlar ekan mana. Mana shu molimizga. Bolasini nechga bermadingiz? Assalomu alaykum. 22,5 ga bermayapti. 22,5 million so'mga berilmayapti. Akalar mana shu molimiz bolasini. Suti nechta? 10 tagacha berilaverar ekan. Akalar mana shu molimiz mana. Orqonda keng chiroyli narsa ekanligi. Akalar navbatdagi molimiz. Boshlig'i nechga bermadingiz buni? 20 million bolasi ulardan yana 20 million so'mga berilmayapti. Akalar mana ekranga sig'mayapti jonivor mana. Suti nechta buni? Suti 8 litr suti bor ekan. Bolasi ulardan. Akalar navbatdagi molimiz. Aka nechga berasiz buni? 23,5. Assalomu alaykum. Nechta suti bor ekan? 10 ta suti. 10 litr suti bor ekan, 23,5 million so'mga beriladi. Bolasi qulasi bo'lgan ekan. Yana molimiz orqaga eng chiroyli narsa ekan. Farzdo nechga bermayapsiz buni? Assalomu alaykum. 27 ga yarim. Bola novoz. Bola novoz 27,5 million so'mga beriladi. Qilmas molimiz. Orqadagi chiroyli narsa ekan. Nechga bermayapsizlar buni? So'rayapsiz. 28 million so'm. Bola novoz ekan, 28 million so'mga berilmayapti. Bular bolasi bor. Savdosiz. Aka kimdan ekan bu mol? Sizlardan emasmi? Bolasi bor, egasini topamiz. Ona ham chiroyli, bola ham chiroyli narsa ekanlar. Bolasi narsadan kelgan. Nechga bermadilar buni? Assalomu alaykum. 22 million olishadi. Assalomu alaykum. 22 million qo'yishyapti. Suti-chi, suti nechta buni? Bittasini bolasi yemayapti, uchtasini 9 litr so'rayapti. Diğerini 3 litr chiqaryapti. 12 litr suti beradi. Bolasi narsa. Yema bilyapti. Chorva info. Chorva info. Akalar. Ma'lumot to'g'ri. Aka nechga bermaydilar buni? Assalomu alaykum. 32 kilo. 30 bola novozmi? Bola novoz. Bolasi novoz ekan. Akalar 33 million so'm qilyapti mashina molimiz. Hojagani olib yuramiz. Kelaman. Oldinga chiroyli narsa keldi. Oshto'g'a bularni nechdan bermadingiz? Assalomu alaykum. Nechdan bermadingiz? Nechdan bermadingiz? 26 qilyapti. 26 narichi? 27. 26, 27 qilyapti. Mol kichkina yami, yelini qaylagatalib. Barchasi bir hafta. Mol chiroyli narsa. Buni 26, buni 27 ga berilmayapti.
Suti nechtadan buni oshlar? Sutlar. Narigi 15 taga olaveradi. 15 ta. Bu 10 taga bu olaveradi. 10 taga ekan. Ko'kalar 18 litr sut berar ekan, 15 taga beraman deb, bu 10 taga berilar ekan. Ko'kalar nomer aytib bersin oshlar. 91lik. 91lik. 610 91 86. Ko'kalar aloqa chiqarasizlar. Oshtog'imda har hafta mana shunday mol bo'ladi. Bola sonasi 7 boqqa ko'kalar mana mashina bo'lsa. Nechga bermayapsizlar aka buni? Bu molni. Ina bola 25 million 25 millionga berilmayapti. Suti bormi aka? 5 litr sut bor aka. Nechinchi bolasi bu? Qonida yo'qmi? Sutga baqaman degan ko'kalarimiz yana mol zo'r. Hocaga necha pulga bermadingiz? Assalomu alaykum. Har xil bo'lyapti. Balati. 15 ham bo'lyapti, 16 ham bo'lyapti. 16 million so'm ekan. Yilla balati. Ko'kalar mana shu mollarimiz bugun Choringoy kanalida chiqdi. Xudo xolasa kanalga shu obuna bo'lganlar borsin. Videolarimizni tarqatib tursanglar, ko'kalar kanalimizda tezroq rivojlanish bo'ladi. Ko'kalar, xo'p. Bugungi avtorimiz masjidda yakunlaymiz. Endi G'unajin bozor, kichkina ko'chat G'unajin, ko'chat Novvoqlar yo'l chetamiz. Ko'kalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar mana.